Botir Qodirov. Botir Sheralievich Qodirov 1981 yil 6-may Andijon, O'zbekiston SSR taniqli o'zbek qo'shiqchisi, shou-biznes sohasida 2005-yildan buyon professional san'atkor sifatida faoliyat yuritadi. Pop va folklor janrida ijod qiladi. Madaniyat va san'at fidokori, ko'krak nishoni sohibi. 2019-yilda Xitoyda o'tgan 18-xalqaro Pekin festivalida O'zbekiston vakillari, ya'ni Botir Qodirov ijodi jamoasi oliy mukofotni qo'lga kiritgan. Botir Qodirov san'atkor oilasida tug'ilib o'sgan. Bolaligidan qo'shiq kuylashga ishtiyoqmand bo'lgan san'atkor. Ta'siri ostida ulg'aygan. Oilasida deyarli barcha vakillar san'atkor bo'lishgan. Ona-bobosi Nabijon Qodirov bastakor hamda changchi, sozanda bo'lgan. Ona-bobosi Tojixon Ahmadjonov Andijondagi Oxon Boboyev nomli teatrda aktyor bo'lib ishlagan. U Botir Qodirov san'at sohasidagi ilk ustozi edi. Kichkinaligidan san'at haqida ilk tushunchalar buvisidan olgan. Onasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Zulxumor Qodirovadir. Botir Qodirov maktabni tamomlaganidan so'ng 2000-yil 2 To'xtasin Jalilov nomidagi Andijon davlat san'at bilim yurtida tahsil olgan. U yerda andijonlik maqom yo'nalishidagi qo'shiqchilar ijrochisi Azizbek Zaynabutdinovga shogird tushgan. Keyin esa Toshkent davlat madaniyat institutining an'anaviy xonandalik fakultetiga o'qishga kirgan. Ashula, raqs